Beşiği keladigan nikah meselesi yaşlıq baharımның yetilgan paytida mening ham beshimga keldi. Akşam sırsa, oçam tulağım çıkmaydı o, oçamga nim koptu, döpögüne opo, döpögüne. Kichik bol degan cho'nglarning ishiga aralashmaydigan, mani tipaqa. Chiroyli qoptimi? Qoptu, gul tikib qo'yibsizlar. Chiroyli qopti. Buni-chi sunnat to'yingda kiysa. Sunnat to'yimda jiq tuxum shirpirman degan sanlarg'u. Sunnat to'yimni nimish choqqora qilmaysizlar. Oldirma. Tayyorligimiz bitmadi tehi. Sunnat to'yingda-chi jiq mehmon qishqirmiz. Sunnat to'yimda jiq mehmonlar kelsin degan ish. Asta. Ra'nani chaqirib chiqib to'yga birga borayli. Qana deysan? Qodir Ra'nani to'yga chaqirmabdi.
Boptu. Bizmi bormayli? Chaqirishligo chaqirgan. Biroq Rana'nın apisi. Sen Amini kaçamını demse? Ha. Gerek yok. Bunun çağrısı onay. Sen hatırcam bu. Ben üzemem haltapını. Ey! Sen beni kütüp bir şey turup nazıl çıkımın ha? Direkt dur ola! Nerede dur ola? Nerede dur ola? Yolda içi ola! Nerede dur ola? Direkt dur ola! Amini kaça. Rana bilen ikimizden savaklaşıp bir kadrısını kılıp menin tenteyligimni keçirin. Ha? Ben bir ciddi iş bilen kep kaldım. Tağamdan tağısı ak oyletki Öztağ'ın körügüden yıkılıp düşüp futkolları, yüz gözleri kanığı boyulup yatıdı. Ben nemi kılışımını bilenmey, gangırapla kaldım. 70 yaştan aşkan adamdı. Bu yakın etrafı doktorxanı mı yok? Oy Xudayım. Eğer Rana'nın vakti bolsa, iğir köymey, doktorxanığı birge berip, keselinin cerahatlarını tenişki yardımlatsıyken. Bol kızım. Qarab turmay, berip o biçarının cerahatlarını körüp bakın. En yaxşısı doktorxanığı apırınla. Doğru, doktorxanıға apamsak bolmaydı, bırak keç kalarınız mıkin? Немеге хаңлык қарап тұрса, бола. Doğru sandıqın kene. Evet, doğru sandığı kene, doğru sandığı. Bu yer diken go. Kene mağaydı. Bola, çapsan bol bola. Oy, erip kaldınız mı neme? Yetip geldik. Elik ağır kişi kene. Ne turmandı. Yaxshimisiz? Yaxşimsiz. Yoldaş sestra, siz muş ağırıqqa obdan emra bulup aldırmay menip verin la. Men aldın mangaş tura ya. To'xta. Birga mangayli. Ma'qul. Bo'ldi, shug'limag'in. Oppoq ukam shug'limag'in. Shug'lima. Mevlüde. Rana'da. Kelin, Abbaq kız. Mevlüde. Siz rastını mektepten çıkıp kettiniz mi? Opam, kız bol degan o'qib nima qiladi deydi. Hazır neydi mi aldınız? Cho'ng opam shoptilab ketyapti. Hoş. O kız kim o? Mevlüde degan, 3 jarı kız. Məhəllimizdə Danqıba Patemxan Vatvat, onun ögey anısı boludu. Andaq olsa, men o kızını öyünün yeniğici apırıp koyup, doğru sandığını bizden öyge ekirip, obdan bir yerge uğurlaştırıp koyay. Andaq deysiz Melike alileri, ha? Yeni çaqçaqqa qıldırdı oku. Boldu, yakınmadım. Sizler meni evrenla, men kadının toyuğa, arkanlarla itip baray. Şundaq olsun, hürmetlik şahzade, hürmetlik Melike alileri, ha? Seni, sarhoş. Biz bir-birimizni şunca yaxşı görüşümüz. Lekin onun aile ahvali, qılıbatqan kesbi tüpeylidin aramızda qarı tütek peyda bulmaqda. Kim geldi? Yaxşımsızlar. Rana geldi.
Rana, Sofiya, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing yaxshi. Kelinchak qani? U seni kamida ranjib qolib chaqqan kir. Yaxshimisiz? Rana, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rana, keling. O'tiringlar. Ayşem, men kechikib qoldim, meni kechir. Bak oldirash o'xshamsa, kechikdim ku. Voy, medalyon olib, ne chiroyli ekan-ku, qayerdan olding? Bu koni medalyon, burundan tatib taqab kelyapti. Shundaqmisi? Hey kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üçeylerini basındaydı. Kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üçeylerini basındaydı. Üçeylerini var dikenmez. Kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üçeylerini basındaydı. Şun kim bas bola, kösperin açın. Sarımsan kestime, Sofiya'nı kestime, Rana'nı kestime. Hemen. Bunu da. Vay, ne bilgen kız ha? Mana bu kelin kızımızga tayyorlagan to'ylig'imiz har birlariga ko'rsatmoqchi. Mana bu. Qizlar vakili keladi, qizlar vakili. Bana vakil keldi. Kızlarning vakillarime yetib keldi. Endi mallarni ko'raylik. Pakistanning yağlığıdan 3 tane, Sovetning Kashmir yağlığıdan 1 tane. Mana bu aynak usta anglikleri. Bir cüp altın halqa, bir cüp altın üzük, 1 tane medalyon, Şanghayning isil mallarından 2 kiyimlik. Şanghayning heleli yağlığıdan 2 tane. Hangzhouning ishbak ilimidan 1 tane. Az olsuna qabul qilishala. To'yliqni tozimchi qoldiribdi. Xudam, to'ylig'imiz az olsuna qabul qilsila, kamyalarni to'liqlab olamiz. Voy, Rana qiz, sizning ziyod ekansiz bu. Rana, bizni qizlar saqlab turdi, mangayli. Jira. Qizlarni pulni qazanib berala? Kim qo'liqni chiqar shuni bermanda, albatta. Bu yigit sog'ni qaysigan pul ozon ekan? Rana, voy, nim bo'ldim? Xatib qopsan-ku. Jira ketaylik. Kızlar, başına çıkınlar. Merhamet, çıkınlar. Hey, toxtanglar. Rasma? Kızlar, kızın alıp köngülde de adamlar maçına çıkmayınız. Şuralar! Ayşe, çıkılama. Kızlar, şuralar maçına çıkmayınız. Ayşe, alıp yemiş sefersin. Kolunu sikimi. Şuralar. Ayşe, neksimiz. Fatamxon. Sizlar berib bundaroq gap qilib baqsizlar. Daha narsalar bilan to'yni o'tkazib olsak, keyin undarog'idan bir jup olib beraylik. Yenge, bunday kunlarni qanday o'tkazasiz? Kelinni akib olsak, keyinchi yaxshi bo'lib ketamiz. Sizlarni mi ovora qildim? Kızlar,
Maşına çıkma. Çaptan. Çaptan maşına çıkın. Çaptan. Söyleme. Sofiye, rencimegin. Mening azroq ishim bor edi. Sen ketavergin, biroq kechlik o'ldiriq cho'qim bag'ini. Ma'qul. Sofiya. Ha, Sofiya. Bu yoqqa kel. Nim bo'ldi? O sizni chaqirdi. Nega bordi ekanman? Burunqi joyga. Biroq bu yerda ishim tursa. Kashtunon bilan yigitning uyiga bilib borsangiz bo'ldi emasmi? Hamma bag'inalar. Ranani kashlik o'tirish qilib keladi. Ma'qul emas. Sizlar mashinaga chiqinglar. Ma'qul bo'ldi. Mashinaga qaytib turamiz. Rana, nemish to'ydan chiqib ketasiz? Undaq so'rlar menga yoqmadi. To'y bo'lgan bu qiz saboqdashingizmi? Ha. Tibbiy maktabda birga o'qigan. U hozir butunlay o'zgarib ketibdi. Ota-onasi uni mol o'rnida satdim, shunga rozi bo'pti. Hozir jamiyatda mana shundaq ba'zi ota-onalar nomus qilmay qizlarning to'y ishini bir qitimliq soat titiqqa aylantirib olgan. Men qodirga ichinaman. Uning mukjib qolgan bichara opasiga ishim oxiridi. Ranar, sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi? Men Qodir o'rnida sizga rahmat aytaman. Sizlarning elchi bizni uyga qachon kelmoqchi? Ati keladi. Ati Abduz akam opangiz qishiga 6-chi qatim bordi. Qaraganda opangiz meni saroliq muallim deb yaratmoqsi kerak. Yo'q. Men undaq o'ylamayman. Men opamga yana tushundiray. Siz xotirjam bo'ling. Menga ishining. Bu kitobni singlim Urumchidan og'ash ketgan. Rahmat sizga. Singlingiz ham sizga rahmat. Shahzod bilan Malika bu yerda ekansan-ku. Meni tozim izlatdinglar. Endi keldingmi? Voy. Siz textga uyga qaytmadingizmi? Men mushu chaqqicha shu bichara yetim qizning ishi bilan bo'ldim. Aytling, bolani men ko'tara olay. Men Rana achingizni o'rta maktabda birga o'qigan saboqdoshi bo'laman. Bola bilan narsa keraklaringizni men uyingizgacha olib borib beray, bo'lamdi? Rahmat sizga. Juring. U qiz chiqqicha men eshik oldida saqlab turdim. Aytling. Sizga yordamni shay deb saqlab turgandim. Bu ko'tirib olganingiz nima? Cho'ng opamning opamga aytgan oq uni. Buni siz ko'tarib qo'ydimmi? Nimachi rahmsiz qahlar bu? Aytling, menga bering. Men ko'tarib olay. Keyin siz bilan yana ko'risha olamanmi? Biz bir shaharda tursak, nima ish ko'rishamaymiz? Men avangard turli mallar magazinde pirgazchik. Agar sizning bundan keyin biror ishingiz chiqib qolsa, meni shu yerdan izlasangiz bo'ladi. Men Eli. Rahmat. Eli aka. Shuning bilan
Muşvaq bo'ldi. Ali, siz bir yaxshi ish qilibsiz. Men sizdan bek xushal bo'ldim. Bo'ldi. Jurama, bizni uyga berib dam olaylik. Jurama. Yo'ldosh sestra, sizmi uyga qaytmam. Siz texi kesamni doktorxonaga aparmoqchi emasmidingiz? Bo'ladi, hammamiz birga to'yga boraylik. Agar sen bormaydigan bo'lsang, Qodirdan qutlanmaysan-jimi? Jurama. Ocho, Anvar, apa? Bika bolam, bika. Rana da ketdi. Birsi og'rib qapti-kan, doktorxonaga ketdi. Boyatın suqurlashdan bir adam qaytib ketdi-kan. Okan undan bir parcha xabar atibdi. Sizga xo'sh xabarmi bor? Xo'sh xabar, o'ziga loyiq topgan o'xshamamdi. To'g'ri aytdingiz. Urumchida o'qiyotgan tanishgan vaqti ekan. O'qishni bitirib, yozliq ta'tilda qaytib keldi-kan. Rostmi? Xudoyim shundoq bo'lsa ekan, bu yil uning to'yini qilsam, xeyli xotirjam bo'lib qolatdim. Sen chig'ingda 2 bolaliq bo'lding. U texich bo'y taqdiridi. Xatida bu yil to'y qilaman debdi. Bu rostli xush xabarga. Necha kundan beri sol qapig'im dika topmabdi-kan. Mushu xo'shallik topibdi-kanmi deyman? Xo'shallik. Hamma yerda to'y ustiga to'y. Bugun mushu yakshanbadan o'zi bilan 5 parcha to'y bag'ib topshirib oldim. Amin xachi bugun sizlar ajoyib xo'shallik. Voy, Fatamxon, jinim xo'shnam. Mushu bolalarning xo'shalligi bo'lmamdi. Men birsini tepib, maslahatlashay deb turatdim. Kaslar birdan o'tirib chiqsizlar. Ma'qul, hozir chiqay. Mavlida, sen uxlagandan keyin tamoq qil. Birga chiqib ketmijimi, oldim yo'q. Ma'qul apa. Amin xacha, xo'shallik degan kishini yoyritib o'tadi. Qarislar tilni chiroyli qilib qoplar. Nima xo'shallik bor? Kaslar, o'tkaslar. Tog'imizning xizmati bo'lsa, sirtda, uyning hamma shukasining ziminlarida, qo'limdan keladiganli ish bo'lsa, hargizmi kuchimni oyimayman. Ra'noning aksi o'ziga loyiq debdi. To'yini bu yil yozli qilib yetayli deymiz. Rostmi? Talaylari tozimi o'ngdan ketdi. To'y deganni qancha tezroq qilsa, shuncha yaxshi. Bo'lmasa, borgancha ish ko'payib ketadi. Bugun Qodirning to'yi shuncha hashamatli to'y bo'ldi. Farzandlarni ko'p, qator turib ketgan mashinalar qo'y kola so'yibdi. So'g'i salommi oz emas. Biroq to'yni shuncha cho'ng qismi Oyshamning opsiyani rozi bo'lmabdi. Voy xudoyim-ey. Mening nada 9-ni talqig'idek pulim bo'lsin. Anvar 17 yoshga kirib qoldi. Bu yil yoz uning sunnat to'yini qilsam bo'lmaydi. Ra'no qizning loyiqi bordi. Men sizdan hech narsani yo'shirmayman. Elchi 5 qatim keldi. Javob bermadik. Nima ishqa? Cho'ng qizimizni hech bir o'ylashmayla, kambag'al bir ishchiga beribdikanmiz. Endi Ra'noning topgan loyiqini anglasak, oila ahvoli, xizmati hech qaysi jihatdan ko'ngildagidek emaskan. Elqiz muallimi Yasin shumi ya? Siz unutunamla? Men uni obdan bilaman. Atidan kechgacha shaharlik qizlarning oqisini qatrab yuradigan u saraliqni kim bilmaydi deylar. U zoti qandoqroq bola? Chiroy shakliga yomon emaskan. To'tko'cha og'zidagi sharaf taxtasiga uning suratini chaplab qo'yibdi. Biroq Ra'noni undaq saraliqqa hargizim dagili bo'lmaydi. Ra'no qiz chiroyli ham aqlli tursa, uni qo'l ilgida va obro'li oilaga to'y qilsak, andi yarishidi. To'g'ri aytdilar Fatamxon. Men shunday o'ylayman, shunday. Biroq u ikkisining birlashganligini ko'rdim. Nima ko'rdilar? Qodirning to'yida. Birsiga o'xshab qollar. U bir kasalni doktorxonaga aketgan. Yo'q, ishonmasizlar, o'zi kelganda so'rab baqsizlar. Amin xacha. Anchalar xafa bo'lib ketmisizlar. Bu zamonning bolalari bag'ancha cho'nglarning gap so'zlariga kirmaydigan bo'lib ketdi. Apa, u Ra'noning o'zining ishi, uni gapi quvasam. Qizim, uni yaxshi niyat bilan davatidi.
Sen bugün konup kal. Akşamlık akanga xat yazıp etkin. İşlerimiz mi tügedi? Kelinni mi kötürüp ekvaldı? Endi sizler demasanlar mı? Balam sizin 3 günlü birine ait çapat attınız. Sizin öykürüp demeyin. Makul, makul. Bakma. Yaxshimisilar? Biz keldik. Qo'psha. Marhamat. O'tir. Mening tibbiy maktabda birga o'qigan saboqdoshim. Buni bir necha menga aytmabsiz-ku. Hunar. Qandaqdagi adash bu? Nima qildigan-da? Ikimiz disko o'ynaylik. Kechiring, men disko o'ynayamayman. Unda da tango o'ynaylik. Texnikumni bitirgan qizmi bundoq taqinchoq bo'ladi. Siz usulni qancha yaxshi o'ynaysiz. Kasb usulchilarmi sizga tankilamaydi ekan. Bek oshirib etdingiz. Siz bilan tansi o'ynashning o'zi bir rohat ekan. Agar ikkimiz tanishib qolsak, men sizni hamma jihatdan rozi ham baxtli qila olaman. Yo'q, unda qilmang. Men ranjib qolaman. Go'zalning ranjishimi go'zal-da. Ben ünalgımı öçürüyte. Nima qilmoqchisan? Sharaf taqsidagi go'day ma'lum. Bu yoq sizning nimamiz bo'ladi ekan? Bu mening sevgilim. Biz qaytdik.
Ahırı köygülüğünü bir gözetmesem. Acha, Rana qaytib keldi. Apa, Acha, qachon kelgansan? Apa, mijozing yo'qmi nima? Gap qila. Men sening opangmi, emasmi? Naladagi gapni qilyapsiz? Ayta. Sen nalarga berib, kimlar bilan birga yurding? Yasin ikkimiz Qadirning to'yiga bordik. Mening gapimni anglamay, uning bilan uyoq-buyoqlar berib yursam, endi men el ichida qandaqmi yuzimni ko'tarib yuraman? Senda qizim yo'q. Singlim, sana Yasin'dan başka yigit tepilmedimi? Acha, sen bilmeysin. O hamma adamning hurmatiga sazovar bo'lgan yaxshi yigit. Men onu yaxshi ko'raman. O'tgan yili kuzda bir kuni doktorxonada meni Gumshi doktorxonasiga jiddiy dori olib berishga avatdi. Daryo bo'yiga kelsam, kelkin ko'rikni buzib etibdi. Qizchaq, nega bormoqchi edingiz? Yaxshimisiz? Gumshi doktorxonasiga dori ekib atdim. Ko'rikdan o'tamayaptimi? Sen to'xtab turing. Men bir amal qilib boqay. Bir ozdan keyin yomg'ir to'xtadi. Shunday qilib biz ma'lum joyga borg'icha birga maqtoq. Sizlar nega borsizlar? Bu bolani maktabga kityapman. Bu bola palach kesilib olganmi? Shundoq. Ikki ishidlar shu kasal giribda bo'lgan. Sizlar haqiqatan kuyimchan akukalar ekansizlar. Yo'q, bu mening muallimim. Maktabga ko'tirib olib ekvatqili 2 yil bo'ldi. Siz xeyli ko'n o'qituvchi ekansiz-da. Oliy maktabni bitirib kelib o'qituvchi bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Qizchaq, qaytish vaqtingizda cho'ng yo'l bilan meni ko'rikdan o'tsangizlar olib dikti va. Rahmat. Shu chaqda onun oliy fazilatli yigit ekanligini es qildim. Bu yil bahorning bir kuni etdiganda Yaxshib qoldingizmi? Hay, oliy maktab o'quvchisi. Yana o'rganishga kirishib ketibsiz-ku. Oldi bilan doringizni ichib oling. To'g'ri. Oldi bilan doringizni ichib oling. Yasin ma'lumsiz. Sestra qiz, sizmitingiz? O'tiring. Sanada, men har kuni kelib dars aytadigan Yasin ma'lum, mana shu. Bu yaxshi ishni qilayotgan yanini sizkansizda. Yasin ma'lum, siz haqiqatan jafodan qo'rqmaydi ekansiz. Bu qiz bu yil o'rta maktabga imtihon bermoqchi edi. Shuni darsini to'xtatib qo'ysa bo'lmaydi. Qanday bolni ishdan chiqish vaqti bo'lib qolgandi. So'qirchay operatsiyasi tez saqiydi. Yana 2 kundan keyin bolni ishdan chiqsa bo'ladi. Sizlar tibbiy xodimlarning javobgarliginglarni aytimi ig'ir. Men sizlarga rahmat aytaman. Yo'q, undaq dema. O'qituvchi degan eng yaxshi bag'van, oliy sharafli xizmat. Tashqi kasallar operatsiyasi, bu kitobni sizmi ko'ryapsiz? Shundoq. Operatsiyaga oid soatlarni xabardor bo'lsam, navoda o'quvchilarimiz shundoq operatsiya qilinib qolsa, sizlarga moslashishga foydasi bo'lib qolar.
Şunundan bu yan, o mening muallimim. Hemmen yaxshi ko'radigan kishim bo'lib qoldi. Eliq o'quvchi doktorxonadan chiqqandan keyin men davomli maktabga berib, uning bilan ko'rishib turadigan bo'ldim. Shundoq qilib, Rana o yigitni yaxshi ko'rib qopti. Bu gapchi o yaxshi yigit o'xshamamdi. Axir apamni ko'ndirsizlar. Inim hada. Qarab, to'shib ketdinam, shayton. Sesla abdizga. Yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar, Aminaxon. O'ykisizlar? Ha. Voy, patam siz sizni saqlab qolib toza vaqtida keldingiz kelib chaqar kirib Voy, siraxatcha. Bağancha yoshirib chiroyli qilib ketib bariladimi? Adamni qizil qilmay qo'yinglar. Bolalarimiz tinchlikmi? Qani o'tir, kelib. O'tir. Voy. Nima degan esil kelam bu? Bozordimi izlab topqilolmaydigan narsalar bu. Voy. Bu oliy sifatli chaynak-ku. Buni Shanghaydan aldırgan. Siz Shanghaynikini yaxshi ko'ramsiz, chet elnikini mi? Mana buni Shuhrat texi yaqinda Shanghaydan olib keldi. Bu chetdan kirgan mol. Voy, chetdan kirgan. Bekmi chiroyli ekan. Yolunuz yıkıp bağan bolsa, apırıp işletim, men? Elim bu. Bunda kızım bolan mı? Ay, biz degen tuqqan tulsak, bir çaynak degen koyuş nimiti deysiz. Seni çayğı bekin. Elim. Seni çayğı bekin. Fatemxan, sizin yolduşunuz Aminaxonlarga tuqqan kelemdi, qandaq? Şundaq. Mening yo'ldashim, sizning yo'ldashlari bilan ana bir ufquladim bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, bizni Aminaxonlarga tuqqan bo'lamiz-ku, deyman, ha? Shundaq. Fatemxan, bugun sizni bir maslahat ish bilan chaqirtgandim. O'g'lim Shuhratning Aminaxonni qizi Ra'noga ko'z tushib qoldi. Ha? Biz bilan qo'dg'o'limizda bu suvimizga kelayotganlarmi? Az emas. Shundaq. Biroq o'g'lim Shuhrat, o'sha Ra'no qizni olmasam, zori bo'lmaydi deb turib oldi, qaramamiz. Shuning sizni bir elchilik men beramdikin degandim. Naytim yaxshi o'ylabsizlar. Sizlarga shundoq guldek chiroyli Ra'no qizi kelin bo'lishga loyiq. Ularning uyga heliq saraliq yosin degan nima elchi kirgizib oldi. Hey, undaq saraliqlar bizga tan kelalamdi. Agar men kerak deydigan bo'lsam, o'g'lim Shuhrat osmondagi oyni olaman desam, qo'li yetadi-da, ha? Shundaq. Ana, o'g'limni kelib qoldi. Hey, unda qilmang. Fatimxocha, dal vaqtida kelibsiz. Apa, sal turib Fatimxochamni mening hujramga boshlab kirgina. O'g'limning sizga deydigan gapi bor o'xshaydi. Ma'qul kerak. Voy, Ra'no uni o'ziga qortib olgan o'xshaydi. Men bunaqa cho'qim kafolatli qilaman. Keyin qitim kelganingizda qizingizni bir jup oyoq olib beraman. Xotirjam bo'lsa, menga bunday ishni buyurishlari mushu birinchi qitim emasmi? Mayada, ana.
Akramxon. Mana somki bilan yog'liqni elib eling. Keyin qatim sizni yana rozi qilaman. Eling. Bu somki bilan yog'liqni Apırıp işitiyorum. Eğizga ağzılı yok mu bir narsalar bu? Rahmet. Sizga ko'p rahmet. Şöhret, men keldim. Kelam, oturun. Pul degan, mana turibdi. Men butun sharni ziliga sag'idek to'y qilmasam hisob emas. Siz faqat Ranani qo'lga keltirib bersingizlar, nima deysiz shuni berma. Meni qo'lini ralla birlashma do'konning mol setib olg'isi deb kichikman. Men texi aeroplan bilan Beijing, Shanghai, Guangzhouga yurib, cho'ng savdolarni qilaman. Men qo'limni shundoq bir qimirlasam, necha 100 ming ko'y u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Mening Ranani yoqtirib qolganligimni Rana o'zi uchun cho'ng baxt deb bilsa bo'ladi. Shundoq. Bu Rana'nın baxti. Oturun. Mana buni hozircha ishlatib turing. Oy. Güzellik öyle. Sorgun mu? Kam diyen yiyene koyuyor. Bu yiyene koyuyor. Yiyemeydi. Çaydı şu oldu da. Hazırının özü bilan 250 koy qo'lga kirdi. Agar to'y ishi amalga eshib qolsa, yana qancha pul qo'lga kirdi ekan? Aka, ukam uxlab qoldi. Ma, chiqib kartaga yotqizib qo'y. Hey, ma. Chaqqan chiqib kirlanib yur. Saralıqni yaxshi ko'rib qolibdi. Qanday qilamiz? Uning ilojisi nima qilamiz? Uni oks to'y qilmoqchi. Endi sunnat to'yini qilmoqchi. Bularning hammasiga pul kerak, pul. Ana bo'lsa, shularning puli bilan saraliqni qaytarish kerak. To'g'ri. Men hozir ularning uyiga chiqib, onasi bilan so'zlashay. Opamizda kishining eshik chivin sanmoqchi bo'pti-da. U kimning oilasidir? Ularning elchisiga apam ma'qul bo'pti. Belli, ma gapni. Apangizga ma'qul bo'pti. O'zingizchi? Biz o'z ixtiyorligimiz bilan birlikka kelishgan. Navoiyat yaxshi bo'pti. Xudo qo'shgan bir juftlar degan. Mana shu. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Biringlar muallim, biringlar sestra. Men sizlarning qonun qoidalarini buzib tashlab, oddiy sodda to'y qilishda yoshlarga ulgu bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Xotirjam bo'ling. Biz cho'qim siz degandek qilamiz. Mangayli. Tushdan keyin ishlamsiz? Yo'q, menga bugun bir kunlik ruxsat bergan. Sizchi? Menga bir kunlik ruxsat bergan. Bugungi bu baxtli minutlarni qanday o'tkazamiz? Dana, ot minishni bilamsiz? Chini qishq chiqqanda o'rgangandim. Sizchi? Men yezida kichigimdan ot minib o'rgangan. Andaq bo'lsa, ikki ot topaylik. Yiroq joylarga berib, sayli qilaylik.
Melike, konu qal'aga hujum qilamdi. Buyruqlarga tayyorman, shahzoda. Mana bu bizning uyimiz. Qani, marhamat, hurmatli Malikam. Tazımı chiroyliqkan. Juring. Mening bu uyimda ikkimizdan boshqa hech qanday zibu zinnat yo'q. Yo'q. Men arzu qilgan hamma narsalar bor ekan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdimi qarsizlar? Ular bir-birini yoqtirib kelishibdi emasmi? Voy, o'ydig'ini rasmiy nikoh qilganlarmi ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganni yondirishga bo'lmandi ekan. Bu Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Shuhratning oilasi bo'lsa, tegi takdidim boy. O'zi maoshliq. Uning uyida yo'g'on bir chamodonda liq puli bor emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oksi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gap anglamaydigan bola bo'ldi. Amina xocha, men o'z bo'g'ach butun oilalarining g'amini yeb shundoq qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganlik sizlarga kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikdagi ishlar o'zlariga ayon. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa beribasizlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz? O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Qandoq bo'lsa, men to'yliqni bitirib bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq tasla. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yanmay hech amali yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'lar? Mana bu 80 yillik to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yasin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara olamdi. Menmi mushu tizimlik bo'yicha to'yliq solay. Endi buni Ra'noga qandoq deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishlik bo'lsin uchun biz Ra'noni jiroq bir joyga avatib etaylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yasinni to'yliqqa qistaylik. Fatimxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Men opritamandim, shundoq qizlar. Voy, mana. Rahmat. Nolg'ay, qadaqlama. Asta.
Boldu qeyip qalan, öyge yıkılışıp kaldık. Ät işten düşüp, muşu yerde uçurtuşaylı. Abla sakamı eğitip koyun. Bizim işimizi teziraq tutuş kızım. Ma'qul. Hoş. Çıkça. Yasin. Meni tanıdыңmı? Nemi qilmoqchisan? Anglab qo'y. Rana allaqachon meni ilkim git. Nomussiz. Yo'lni boshlat. Bu yaqindan beri ko'p chapotat. Shunglashqa obdan bir kutib qo'yaylik. Nima qarab tursan? Chiqsa. Sen yana mushundaq chataq chiqaramsan yo'q? Yo'q. Xudo bir qo'shqilim tilak. Buyoqqa tira. Nima? Chapsa. Apa, nima ish oldi? Cho'ng opangdan xat keldi. U qattiq og'rib qopti. Rasma? Bichar cho'ng opam menga pek mamroqdi. Bichara cho'ng opang seni bir ko'rsam debdi. Sen berib cho'ng opangni ko'rib kelgin. Ma'qul, men darhol boray. Shunda qizim jenim balam. Men tonishlar orqali ayroplan bilti ap qo'ydim. Ati ap degan uchidi ekan. Kechikib qolsang bo'lmaydi-jumi?
tas yaxshi bo'pti. Biroq doktorxonaning ishini Doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. bizning haliqi ishimiz. Sen ketavergin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i eg'irlashib qolsa, oqingda yetib borman. Ma'qul, men tez mangay. Bichar cho'ng opam. Mushundaq paytda u qiz bu yerdan ketishga unami? Uni O'rinchidagi cho'ng opasi beqib cho'ng qilgan. Cho'ng opasining og'rib qolganligi xabarini anglabla, hech nima qaramay menishga hozirlandi. El qisaraliqchu. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Ishongan tog'da kek yatmabdi deb. Qizning nomida yozilgan shuncha ko'p to'yliqni ko'rib, cho'qqin ko'ngli so'p to'ydan voz kechdi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu paytda qo'l soldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarolmaylar, shu joydalar yab qoladi. Xotirjam bo'lsa da, qiz ketishdan tam ishimizni boshlab o'tamiz, ha? Malida, bugun tushdan keyin bir ayol Ra'noning onasi evatdi deb ketgan. U bir patman narsa yozilgan bir tizimlikni ko'tarib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'indan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Ra'noning ro'yi bilan bog'a ish emas. Hey, şu bir gidiyorlar. Badiyen şüphe. Gidiyorlar. Badiyen şüphe. Badiyen şüphe. Dada. Ey juvaynimek, ettigen sütü çıkıp ketkendim. Müşvakt yürüyüş kıldın. Bizden etken çay içi dağılıkımızda uyklamsan, he? Hey, Qadir. Yasin, ne ketotsa? Og'rib qoldingmi? Yo'q. Opam og'rib qolgandi. Ra'noni izlab borsam uyda yo'q ekan. Doktorxonadamikin? Bo'ldi, doktorxonaga borma. Ra'no biga ruxsat so'rabdi. Opamni nimishqa doktorxonaga kelmaysa? Opamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yana buvon bor. Oyshamchu. Hey, uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opisniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? U uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qarzi ko'pkanda qopig'i zodil ichilmadi. Uning ustiga opammi kasal bo'lib yetib qoldi. Qadirning maaşı chiqqandan keyin qarzning yerimini jazman berib o'tamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baqa qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli. Men ketay. Xo'shamsa, bo'lib turib qolsa. Qarı sülab kaslar, Qodirning maaşı chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maaşı chiqadiganligini bilmamdikin, ha? Bu bekatlarning hammasini men baqandim. Men nima degan bitalay? Uncha ular xafa bo'lib ketmishlar bolam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzdor bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldi-la. Oxirgi berib, nima qarz supurga o'xshaysizlar? Bu uydan bozroq ketganim yaxshi. Hozir bir qalamda aytgan o'xshayman. Nima deb qo'ysa, ketilmasin. Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning baldiroq ketgani yaxshi. Ata, opangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzdor bo'lib shunigin. Buni oz olsin yana hisob qo'y. Buni Bo'ldi.
Yine kısap koy. Ət yekşembe doktorxanaga berip apağını yoxlayma. Rahmet sana. Andaqsı ben kettim. Şunu mu toy degini bulamdı? Ahbet degen şurada. Rana nemi üçün bugün üydü mü yok? Doktorxanada mı yok? Bu zade ne ketkendi? Pul yok. Boşkamlık diye şurada. Rast tazımı azak yaptı. Kaytırıp sizler. Bir balık çoğuma. Endi o. Çiğini kaytırıp tektiler. Kaytırıp teyli. Çakır kaytıraylı. Tutla, tutla. Anısı, toyunu kamergan bolup deydi. Salanı kaytırıp getirler. Bu kandak gel. Kızı bilen jigit Allah kaçan toy kaytını hep boğan tursa. Toy kığallamı acırışıdı o. Toy hit ağamız nim boptu. Sizler tizimleştikin toluk ekemegen ki biz bu toyunu kımayız. Bunu Rana yasan kaytırıp bervetten dep bana tapşırgandı. Bunu ağaç getin. Ben Rana'nı pepip görüş bakay. Eyipki buyurmaysız. Siz yazsın o. Şundak. Sizni tanıyım. Nemişiniz tattı? Adam kaça. Ben Rana bilen görüşmek çıktım. Siz tek toy kılmay turupla, kalıdek üstüp kiriveremsiz. Edep, koydu degenini uqmamsiz, he? Siz aşı bir tutam toylığınız bilen, Rana bilen toy kılmakçı mı tehi? Rana sizin aşı bir tutam toylığınızı görüp, nomustan öleyle dek kaldı. Sizin gaz yağlıqınızdan allakaçan kaytırıp etken. Endi, ümidinizni üzün. O saralıqның toy işini manmışına bilen şamalga uçurup ettik. Onun toy işi manmışına bilen tügedi. Endi şişelerinin yüzüyle kaldı. Ma. Şunda kılaylı. Cüsle. Karış balsa. Cüsle. Opa! Ufkamdan kızıl zaten üstten geçip gitti, suyu tüketti. Üstten geçip gitti. Ne mi dedin? Kızıl bettinge. Uççu boyun demek. Bunu kim etbergelikini bilemsen? Hep, senin etbörünü vermişsin. Rahmet sizge. Mevlüde.
Ali aka, derhal telefon verip adamga aytib qo'ying, chaqara qaytib kelsin. Ayaqni eling. Yasinkan ular qo'g'lib etdi. Shuhrat adamni olmoqchi bo'lyotdi. Nima? Bu yoq kelana zodi nemish? Qaytırımız. Kelinni. Aka olduk. Qarasini. Qaytırımız. Apa! 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 Ha, bu ishqi shuhrat qo'l chiqibdi. Ha? Eliq shuhratchi. Nima? Sho'ngapingiz kasal emasmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'y tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishlarda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Men ish tayyorlayaptimi? Qachondan aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldingizga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qilsin. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Sinirni, öydeki bir nekçi qo'yni, ishlama aynakni, gilamni, bog'dagi mevlarni sotsak, yetmagan yeriga qo'lim qo'shtilardan qing'izab bo'lsimi, tizimliknikini to'liqlasak, sizlar yana bir berib baqamlar. Shunda qilgandimi, tal qilolmaymiz. Ularning nafsi bakmi cho'ng. Texnikaladan ikkini so'ysun deyapman. Faqat bo'lmaganda uyni sotayli. Bunda qilishqi bo'lamdi ekan. Öy makanını sitivetsek, nerede oturup gün geçirmez. Menimce bu toyunu qilmayli. Yasin kelgendikin, nasihat qil. Ata qiz bilan birga yurib, to'y xidmini qaytarasin. Siz? Men sizni elah ko'ni joyda kutib atqili. Bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirmisiniz bo'ladi.